بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني. على طول درس الكيش كنت قسم. الدرس الثامن عشر. 18 درس. Hem sabahdaşlar dersine başlaştığına göre bugünkü dersimizdeki muhim gramatiklik noktalarını bir eslep öteyle. Hem bugünkü dersimizdeki birinci muhim gramatiklik nokta biz oldunki derste fiil mudarının aldığı en yoki lam kelsa fiil mudarının ma'nosi mastarga o'zgarib oxirisi nima qildi degan zavar qildi degan. Masalan, yazhabunun aldığı en kelib qolsa an yazhaba. Yazhabunun aldığı lam kelib qolsa li yazhaba deb zavar qildi degan shundami? Endi birlik billarda o zavar o'qamiz. İkilik, köplik billardichu. Biz pil turliga vaqtda yazhabu, yazhabani, yazhabuna deb turlaymiz go. Dediki yazhabu, yazhabani degandiki ikilik ve köplik billarda qanday zavar qo'yamiz desa, zavar o'qiladigan o'rinlarda ikilik ve köplik billarning nimasi chiqib ketdi? Nun chiqib ketdi. Masalan, li yazhaba deb zavar o'qidikmi? Ashu pil ikilik bo'lib qolsa li yazhaba. Ahırdaki nun qanaq ketdi, tushib ketdi. Köplik bo'lib qolsa li yazhabu. Ahırdaki nima tushib ketdi, nun tushib ketdi. Li tazhabina vaqo, tazhabu tazhabana tazhabuna, tazhabi tazhabi tazhabu tazhaban tazhabuna, tazhabina tazhabana tazhabnadagi tazhabina shunami, tazhabinadagi nun tushib ketib tazhabi bo'ladi. Yig'inchoqlasak fe'l mudorining oldiga oxirisi zavar o'qiladigan vositalar kelib qolsa, birlik holatning oxirisi zavar o'qilgan bilan ikilik ve köplik, ikkinchi shaxs ayollik birlik holatlaridagi nun qanday ketadi, tushib ketadi. Bu birinchi qoida. İkinci qoida mushu fillarning ichidagi turlab barayli yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabnadagi yazhabnadagi nun mabni nun. Amsilarga ma'lumlik mabni degan mayli ismda olsun, dilda olsun, qatqan so'z degan ma'noda o'zgarmas shundami? Buning oldiga lam kelsin, mim kelsin, bu nun qana qilmaydi, o'zgarmaydi. Ayollik uchinchi shaxs ayollik ko'plik va ikkinchi shaxs ayollik ko'plikning munvog'i yazhabu, yazhabani, yazhabuna, tazhabu, tazhabani, yazhabnadagi nun. Yana birisi tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabina, tazhabani, tazhabnadagi nun ma'ishkisi mabni bo'lib, oldiga mayli an kelsin, mayli lam kelsin, qana qilmaydi, qimir tushib ketmaydi, o'z bitida turadi. Bu ikkinchi qoida. Ya'ni ayollik ko'plikning nuni mabni nun bo'lib, qana qilmaydi, tushib ketmaydi. Üçüncü qoida biz oldingi darslarda oldi qo'shiluvchilardan ila, ala, men, fi degan shundami? Endi bugungi darsda kap oldi qo'shiluvchi ismning oldiga kelib g'a o'xshash deb tarjima qilinadi. Shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Mana bugungi darsga gramatika shu nuqtaga yig'incha qilsa oxirlashadi. Birinchi nuqta pillarning zavar o'qilganini birlik pilda zavar deb o'qilgan bilan ikkilik ko'plik pillarda nima tushib ketadi? Nun tushib ketadi. Zavar o'qilganning belgisi shundan chiqib ketganligi. Andan pillarning üçüncü shaxs ayollik ko'plik va ikkinchi shaxs ayollik ko'plik shaklidagi nunlar mabni bo'lib, haqqancha oldiga zavar qilgan vositalar kelsin tushib ketmaydi. Uchinchi qoida kap harfi tashbih, o'xshash harfi, ma'nosi o'xshash deb tarjima qilindi. Undan keyin kelgan ismni qanday qiladi? Zir qiladi. Mana mush nuqtani tushunib olsak, bugungi grammatiklik nuqtalar oydinlashgan bo'ladi, ha. Tushungan bo'lsanglar, men avval sizlarga so'zliklarni bir o'qib, tarjimasini qilib beray. El-kelimatul jadida. Adatun, adatun, muthafun, matahifu. Ba'zi mathaf deb o'qilib qoladi, ha. Ulbatun, ulabun, malabisu, hadiqatul hayvanat, seydun, sadatun. Adat. Adat bunun köplüğü. Muthafun, muzixana. Metahif bunun köplüğü. Ulbatun, quta,
Korobka o mesela biz soğuk ichimlik ichgan vaqtda og'zini tasda achib chiqqan korobka, undan keyin kichik qutular, mayli qog'oz olsin, silik olsin shundaymi? Bularning hammasi ulba. Ulabun buning ko'pligi. Malabisu kiyim-kechak. Hadiqatul hayvanat hayvanotlar bog'chisi. Sayyid efendim. Sada efendiler ko'pligi. Ham sayyidning efendidan boshqa xo'jayin degan ma'nosimi bor? So'zliklar tushunishib bo'lgan bo'lsa, men sizlarga dialogni o'qib, tarjima qilib tahlil qilib beray. Ad-dars as-samin 'ashar 18 dars. أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. سأغسله وأكويه إن شاء الله. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ نذهب الآن إلى المسجد، وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتريدن أن تذهبن معي؟ نعم. ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟ نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أرجو أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدن أن يذهبن معنا؟ لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعن من المدرسة. هيا بنا يا بنات. Diqqat qiling, tarjima jarayonida bugungi darsdagi grammatik nuqtalarni tahlil qilamiz. Asr namozdan keyin qayerga bormoqchi? Ayna qayar? Turid degani maqchi, makchi, qilmoqchi, atmoqchi shundami? Antazhabi berish. Diqqat. Tazabun turliga vaqtimizda ikkinchi shaxs ayollik birlik. Siz degan turi qaysi? Tazabu, tazaban, tazabuna, tazhabina. Oldiga an kelibdi, tazhabi deb oxirgi nima tushib ketdi, nun tushib ketdi. Mana bu diqqat qilsanglar bo'ladi. Uridu an azura jaratana allati zaratni ams. Tunugun meni yo'qlab kelgan qo'shnimizni yo'qlaymikin deymi yoki yo'qlashni xohlaymi yoki yo'qlamoqchi. An azura, zara yazurudan chiqqan azura, azuru oldiga an kelish orqali oxirisini nima qildi? Zavar qildi. Ayumkinuki an tarja'i qabla salatil mag'rib. Shom namozidan ilgari qaytib kelishga mumkin bo'ladimi? Degani, ya qaytib kela olamsiz? An tarja'iyana, raja'a yarji'un chiqqan, tarji'u, tarji'ana, tarji'una, tarji'ina deb nunvatdi, oldiga an kelish sabablik oxirgi nun qanday ketdi? Tushib ketdi. Mumkin inshaalloh. Alloh xolisa bo'ladi. Biz oldingi darsda mumkinni bo'ladi bo'lmaydi deb tushunganmiz, shundaymi? Sizning Shamdan ilgari qaytib kelsangiz bo'lamdi degan. Mumkin inshaalloh bo'ladi Alloh xolisa. Mumkin degan gap, ha? Arju an taghsili qamisi al-abyad ba'da rujuika min 'indil jara. Qo'shnining qishidan qaytib kelgandan keyin mening oq ko'nglimni yub qo'yishingizni umid qilaman. An taghsili anlan qo'shilib masdar ma'nosida degan-ku biz shundaqo yub qo'yishingizni. Bu bir. Yana birisi an keladi oxiridagi nun qanaq ketib tushib ketdi. Agar an kelmagan bo'lsa taghsillina deb nima keladi? Nun keladi. Sa'ghsiluhu wa akwihi inshaalloh. Alloh xolisa uni yuyib dazmollab qo'yay. Sen fil mudorini kelgusi zamonga xos qiladi. Ayna turiduna an tazhabu al-ana ya abnai? Balarim, hozir nega berishni o'ylashyapsizlar yoki nega bormoqchi bo'lyapsizlar yoki nega berishni xohlaysizlar? An tazhabu asli zahaba yazhabun chiqqan
turlab olsak, tazhabuna deb ko'plik shunda ama ankilish orqali oxirdagi nun qanaq ketdi, tushib ketdi. Tazhabu nazhabul ana ila al-masjid. Hozir masjidga boramiz. Ve ba'da as-salat nuridu an nazhab ila as-suq linashtari aqlaman wa dafatira wa masatira. Namozdan keyin bozorga qalam, daftar va sizg'uchlarni sotib olishimiz uchun bormoqchi bo'lyapmiz yoki berishni xohlaymiz. Nuridu an nazhaba. An kelibdi, nazhabani oxirisi nima qildi? Savara qildi. Ayna zumalaukum? Savoqdoshlaringlar nerda? Ma ja'ul yawma li ziyaratikum ka'adatihim kullu usbu'. Bugun sizlarni har haftadagi odatiga o'xshash yo'qlab kelmadi. Medeki maja'ul yawma bugun kelmadi. Li ziyaratikum sizlarni yo'qlash uchun. Ka'adatihim ularning odatiga o'xshash har haftadagi. Demak, men kap nima? Tashbih, ya'ni o'xshatish. G'a o'xshash shundami? Ka'adatihim deb nima qildi? Ziro qildi. Aradu an yazhabu yawma ila al-muthaf. Ular bugun muzeyxonaga barmoqchi edi. Arada o'tgan zaman keluvdi, nimada idi deb o'tgan zaman tarjima qildik. Andan ay yazhabu an kelmagan bo'lsa yazhabuna mumkin shundami? An keluvdi, nun qanaq ketdi, tushib ketdi. Ya banati, ana al'an azhab ila al-mustashfa li'iyadati Salma. Qizlarim, men hozir Salmani yo'qlash uchun doktorxonaga ketyapman. Aturidna an tazhabna ma'i? Men bilan berishni xohlamsizlar? Qarang, an tazhabna deb oldi, an kasimi tazhabna deb nun qanaq ketmadi, tushib ketmadi. Chunki ayollar ko'plik nuni nima? Mabni. Maza turidna an ta'khuzna laha? Uningga nima olmoqchi? Yoki nima elinishni xohlaysizlar? An ta'khuzna deb, an ta'khuzna deb nunga o'xshashlar ayollar ko'plik nun bo'g'achqa qanaq ketmadi, tushib ketmadi. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbata halwa hazihi. Biz bu bir ko'rib bir quta taqliq turimni elishni xohlaymiz. Amerika ulbata halvoni qirmoqqa taqliq turimning qutisi degan gap. Biz bir quta taqliq turim deymiz. Shundami? Hamda arab tilida ifodalashda taqliq turimning bir qutisi degandek ifodalanda, ammo tarjima qilgan vaqtda bu bir quta nimani taqliq turimni elishni xohlaymiz. An na'khuza an kelibdi, na'khuza deb oxirisi qanday qildi? Savar qildi. Inna Salma tuhibbu hazihi al-halwa kathira. Salma bu taqliq turimni bakla yaxshi ko'radi. Yani haqiqatan yana xush qo'ysanlar bo'ldi. Aturidna an ta'khuzna shay'an akhar? Boshqa narsa elishni xohlamsizlar yoki boshqa narsa olmoqchimi? An ta'khuzna oxirisidagi nun yana tushib ketdi. Chunki nun qanday nun? Mabni nun. Nuridu an na'khuza hazihi al-majalla wa hadha al-kitab wa hazihi al-malabis. Biz bu jurnal, bu kitap ve bu kiyim-kechaklarni elib olmoqchi yoki elib olishni xohlaymiz, shundami? An na'khuza oxirisi jori qildi. Arju alla ta'khuzna an hazihi al-ashya kullaha. Bu narsalarning hammani olmasliginglarni umid qilaman. Asmadagi alla ta'khuzadagi alla asasi an la. An la. An la da ishkisida yaqin bo'lgandan keyin qo'shib bilan qana qilayotgan Allah qilayotgan. Ta'khuznaga nun garchi oldiga an kap qolgan bo'lsa-mu, mabni yo'qot qilgan ketdi, tushib ketmadi. Nimishqa fa innal mustashfa la yasmahu bi dukhul ashya kathira. Chunki doktorxona ko'p narsalarni akirishga yo'l qo'ymaydi. Ayna Khadija va Aisha va Ummu Kulsum ayuridna yazhabna ma'ana? Khadija, Aisha va Ummu Kulsumlar qani? Ayuridna yazhabna ma'ana? Ular biz bilan birga berishni xohlamdi. Ay yazhabna oxirdagi nun yanla nimning nuni? Mabnining nuni. Cho'ng tushib ketmadi, ha? Alloh ko'p nuni mabni o'g'achqa. La adri aynahunna. Ularning niyatligini bilmayman. Azunnu annahunna ma raja'na min al-madrasa. Meningcha ular maktabdan taqa qaytib kelmadi. Hayya bina ya banat. Juringlar qizlar. So'zlik tekstlar va muhim grammatikalik nuqtalar tushunishga bo'lgan bo'lsa, hozir tamarinlarni boshdan oxir ishlash jarayonini bir tushunib o'tib ketaylik. Atamrin birinchi ko'nikma. To'nlik so'loq javob. Ikkinchi ko'nikma to'nliklarni to'g'rilang. Ana mana ikkisi yuqoridagi tekstga, ya'ni dialogga munosabatli o'xshash dialogni o'rib bo'lgandan keyin ishlaymiz, ha. Üçüncü ko'nikma. O'qituvchi har bir o'quvchidan buni savol so'raydi. Ma o'quvchilarga nima kerak deb. O'quvchilar ma'ular mandaq qilishni xohlaydi.
deb javob berdi. Endi foydalanadigan so'zda aslidagi yazhabuna ilal mal'ab yaskununa fi mahajil jami'a degandek jumlalarni foydalansa bo'ladi. Masalan, bir nechta paqali o'qituvchi bizni so'g'an bo'ldi. Maza yuridu haulay tullab. Bu o'quvchilar nima ish qilmoqchi desa, biz bularga javoban maydonga bormoqchi deganni javob bermoqchimizmi? Haulay tullab yuriduna ay yazhabu ilal mal'ab. Ay yazhabu ilal mal'ab. Yazhabuni oxirgi nun qana qilib ketdi, tushib ketdi. Mushnoqlikqa diqqat qilib turib Haula yuridunun enning oxirisiga aslidagi jumlani qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, yaskununa fi mahajil jami'a degan aketlam qilib qo'yib, yaskunundagi nunni qanday qilsak, chugizib olsaklar bo'ldi, bitildi degan gap. Ya'ni Mavla universitet yatog'ida turishni xohlaydi degan ma'noda. To'rtinchisi, tuandikilarni o'ylanib baqim. O'ylab qo'yilgan boshqa narsa emas, faqat Pilanın turulmuş ahvali, erlik ko'p qolsa yazhabu, ayollik ko'p qolsa tazhabu, erlik birlik ko'p qolsa, ikkinchi shaxs erlik birlik ko'p qolsa nima? Tazhabu keladi. Ammo buni anlan qo'shgan vaqtda yazhaba, antazhaba. Masalan, huwa yuridu antazhaba, yazhaba. O bormoqchi yoki berishni xohlaydi, berishni o'ylaydi shundami? Ya turidu antazhaba, o bormoqchi yoki berishni o'ylaydi, yoki berishni xohlaydi. Shuni o'xshab tushunsak bo'ladi. Andigan bu bir. Ikkinchisi qaranglar daga. Hum yazhabuna. Hum yuriduna ay yazhabu. Amma o'rinda birinchi jumladan farqi birlik holatda yazhabu pashq qilsa, oldiga an gap qolsa zavarlar o'qiladi. Yazhabuning oldiga an gap qolsa yazhabba o'qiladi shundami? Am ikkinchi jumlada bizga ko'rsatma hum yazhabuna da pashq qiladi nun iliq balkan. Oldiga shunda an gap qilib hum yuriduna ay yazhabu degan vaqtimizda oxirgi nun tushib ketdi, nun tushib ketdi, ko'plik nun tushib ketdi. Jim deganda hunna yazhabna deb nun ba, an yazhabna deb nun ba. Demek biz dersden aldı söyleyen gramatik mana şu. Birlik pillanın aldığı en gap qazı zavara qılıdı. İkilik ve köplik pillanın ahırıga muhatibet, ikinci şahıs ayollik birlikten aldığı en gap qazı ahırıga onu düşüp gidiyordu. Ama ayollik köplikten aldığı en gap qazı mı onu qanday qilib ketmey, düşüp ketmey. Çünkü onun qanday nun labni nun. Mujdoq şunu vasaq qılıdı. 5-ci məşiq tövəndəki boş oğullarga yazhabu degan pilni munas zimirga isnat qilib bo'lgandan keyin qo'ying degani Muşundan ki münasip şekilde koyalım. İkilik lazım olsa ikilikni, köplik gerek olsa köplikni, erlik gerek olsa erlikni, ayollik gerek olsa ayollikni, beşiğe en kep qalsa ahırdaki nunu çügüzü çıtağın kep qalsa çügüzü etip, eğer birlik kep qalsa ahırını zarık degandek münasip şekilde koyalım. Mesela birincisini işlep biray. Yuridu tullab, okuğucular xalaydı, qılmaqçı etmek için de ama en degandan çoxum yazab degan pilni qo'yamiz. Tullab degan köplik o'qishda yazabning qanday shaklini köplikni. Köplik qanday chiqadi? Yazhabu, yazhabuna chiqadi shunda ama yazhabuna Aldı an oğa chiqqan nunni tashlab nima deymiz? Yazhabu ilal madhaqada. O'quvchilar ata muzixanaga bormoqchi degan shaklda tarjima qilsak bo'ldi. Qolganlarini bu shaklda o'zingizlar ishlab topinglar. 6-chi ko'nikma tuvandagi jumlalarning har birini munosib fil mudori qo'sh orqali to'liqlang. Masalan, birinchi qarab boqaylik. O'quvchilar sinfdan chiqib ketdi. Nimishqa li sababi dawda. Varoqchining sababini bilish uchun. Bilish deganimda aytdik, arifa ya'rifu shundami? Arifa ya'rifu. Andan ya'rifu desak, tullab ko'plik o'qachqa ya'rifu ya'rifani ya'rifuna. Ya'rifuna qo'yaylik, li ya'rifuna. Oldiga lamkasi oxirgi nun qanaq qildi? Tushib ketdi. Li ya'rifu. Arifa ya'rifu. Qolganlarini shu bo'yicha to'shqasanlar bo'ladi. 7-si töndigidan o'yinib bakın. Albatta biz bunu tushunib bo'ldik deyman. Masalan, pilning pash o'qilg'ini birlik holati aniq pash keladi shundami? Ko'plik holatda keyindagi nun kep qolsa ha pash o'qildi deb tushunsak bo'ladi. Zavar o'qilg'ini oldiga nima keladi? An gap qazar o'qildi pil shundami? Birlik holati zavar o'qildi aniq. Ikkilik va ko'plik holatlicha nun tushib ketadi. Shuni tushunib qo'ysak bo'ladi xolos. Mesela hem pilning şekilleri bakan o yazhabu yazhabuna tazhabu tazhabna tazhabu tazhabuna tazhabina tazhabna azhabuna azhabuna bu shudiki ahırda nun ba pillarning nun chiqib kelsa zarur qilgan hisob. Ammo ayollik ko'plikda nunni qanday qilib ketmaydi, chiqmaydi. Buni tushunsak bo'ladi xolos. Undan keyingi 8-ci məşq bizning tekstimizda Allah da birga chiqib qoldi shunda. Buning asosi an la. Fil mudori'ni oldiga kelsa an keldi-ku. Endi fil mudori'ninki inkor shaklininki busiz shaklini oldiga an kelib qolsa an la. Maxraj yaqin bo'lg'achqa biriktirib ham qanday qilyapti? Allah qilyapti. Shuni tushunib olsak bo'ladi. Masalan, arju an tadkhul, arju an la tadkhul.
Kirişingizni umid qilaman, kirmaslikni umid qilaman. Bu yerda la bilan anni biriktiryapti. Shu Alloh bilan boshqa tushunib qolmayli. 9-inchisi harf jarlarning birisi kap. Uzmayan so'zliqqa kap tashbihni ifodalaydi. Ya'ni manda narsaga o'xshash deganni ifodalaydi. Bu bir. Yana birisi kapdan keyin kelgan ism nima qiladi? Zira qiladi. Masalan, bir misol Hazil madrasa kal masjidi. Bu maktab masjidga o'xshaydi. Kal masjidi deb masjid nima qildi? Zira qildi. Xolos.